Pas yomon emas. Kim tepadi? To'p qo'lga tekkandek. Va nahotki 90+4-daqiqa yana bir so'nggi daqiqalardagi golni ko'rishimiz mumkin. Salim Mustafoyev pas berayotgan edi, himoyachining qo'liga to'p tegdi. Tanaga keyin qo'lgami yoki qo'lga tegdimi? To'g'ri. Anvarjon Hojimirzayev zarba yo'lladi va Navbahor goldan qutulib qolyapti. Anvarjondan burchakka yuqoriga to'pni tepmoqchi edi Anvarjon. Gol ura olmadi.